Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, aziz YouTube foydalanuvchilar. Inshaalloh Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni bitirdik. Ko'rib baho berish sizlardan do'stlar. Aziz do'stlar, yana Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni granit toshlar bilan chiroylatib, Xudo xolasa qilib berdik. So'qillar ham granitdan bo'ldi. Bordyorlar ham granit oldu. Polni o'zini figurasi ham granitdan bo'ldi. Ahamiyat berasizlar do'stlar. Granitimizni biri yaldiroq blistyashi bo'ldi, biri shirshari bo'ldi do'stlar. Yani shunday bina chiroylatib chiqardi ekan do'stlar. Xudo xolasa so'qil xizmatlari, zina xizmatlari, polovoy granit xizmatlari hammasini shuna chiroylatib berdik do'stlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarimiz oladi, bemalol aloqa chiqaverasizlar do'stlar. Yani ustaboni uyini G'allar Tiryanda ustamizning uyini ishlab berdik. Usta, işlerimizden davolanmisiz? Bo'ldi ina. Yaxshi. Ina zinalarni ham ishlab chiroylatib chiqarib berdik do'stlar. Yana shunday bina polni hammallarini chiroylatib berdik do'stlar. Beda podyumcha qilib berdik, чтобы velosiped motosikl girmaka. Shunda bina chiroy. Do'stlar, endi shunda chiqdi yana do'stlar. Kimga shunday xizmatlarga kerak ekranda nomerlar olib, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Yo'layotgan bo'lsa, обязательно like bos, esdan chiqmasin. Kanalga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga foydali, chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar.